Assalomu alaykum, qadrli kitobxonlar. Chingiz Aytmatovning ushbu qissasida tom ma'noda hayotiy va maishiy haqiqatlar, shuningdek, zamonaviy muammolar tasvirlanadi, desak, mubolag'a bo'lmaydi. Asar qahramonlari Ilyos, Asal, Xadicha Boytemir, Jontoy har birining o'ziga xos fe'l, atvori hozirgi kunda ham zamondoshlarimizning qaysidir birlarida takrorlanadi. Asal bilan Ilyos asar boshida tasodifan uchrashib, taqdir taqozosi bilan o'zaro turmush qurishadi. Lekin nega Ilyos o'z muqaddas oilasiga xiyonat qiladi? Asal nega Ilyosni kechirmadi? Jontoy nega Ilyosga hasadgo'ylik bilan qarardi? Ilyos uzoq yillardan keyin farzandini topganda, unga nega otasi ekanligini aytolmay qiynaladi? Boytemir Ilyos va Asal taqdirida qanday rol o'ynaydi? Asarni o'qish davomida siz shu savollarga javob topasiz va har bir sahnada hayotiy darslar bilan yuzlashasiz.